Assalomu alaykum. Muhtaram O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev va hamda hurmatli Saida Mirziyoyevni sizlarga murojaatim bor edi. Men bilan bo'layotgan holat bo'yicha yordam berishinglarni so'raymiz. Sizga oilam bilan ishonaman. Barcha saylovlarga chiqamiz, lekin men bilan bo'layotgan hozir nohaqliklar, huquqbuzarliklar ishxonamda barcha chegaralardan o'tib tushdi. Men imkon qadar qisqa gapirishga va to'liq tushuntirishga harakat qilaman. Ba'zi joylarda o'zbek tilida mazmun mohiyatini oxirigacha yetkazib bera olmasam, rus tilidan foydalanishimga izn berishinglarni so'rayman. Men Qosimov Jahongir 1984-yil 22-iyunda tug'ilganman. Toshkent shahrida tug'ilganman, yashab kelaman. Oilaviyman. Sizlarga aytmoqchimanki, men bilan bo'layotgan vaziyat, ya'ni situatsiya ishxonada. Men 2025-yil 19-sentyabr kuni Bon kafesiga oshpazlik lavozimiga ishga joylashdim. Ya'ni undan oldin ma'muriyat bilan gaplashib, boshqa joyda ishlayotganim 15-sentyabrda ishim to'liq tugashi, hafta atrabotka qilib berishimni aytdim. Ular mayli aka, ishingizni tugatib kelavering dedi. Bobur degan ismli sushef xodim barcha shart-sharoitlarni tushuntirib berdi. Aka, bizada sizdagi boshqa oldingi ishxonangizdagi 300 mingdan kuniga to'lanmaydi. To'g'ri, 12-13 soat ishlagansizlar. Bizada eng kam oylik 4,5 million so'm dedi. Bu sushef lavozimidagi, ya'ni shu Bon kafesini bir necha tochkalariga qaraydigan, shaharda 32 ta tochkasi bor. O'shalarni oshpazlarni boshliqlaridan biri hisoblanadi. Eng kamida 4,5 million oylik va bir Chimgan degan tochkamizda 7 million oylik deb gapirib menga aytib o'tgan. Xohlasangiz shu mashinaqa maosh ishlasangiz bo'ladi deb aniqlashtirdim. Haqiqatan boshiga 4,5 millionmi? Keyinchalik oshadi, greytingiz oshgandan keyin, ya'ni darajangiz dedi. Mayli, bo'ladi. Ya'ni alimentim bor bo'lgani uchun mayli, boshida qiynalsam ham rozi bo'lib turay deb ishga kirdim. Qo'ng'iroq qildim Adil Kadirovga, tushunmadim. Odilbek degan insonga. Shundan keyin Botir bilan qo'ng'iroqlashdim. Sayohat 2 degan ko'chada joylashgan Bon kafesiga ishga keldim. 3 kun stajirovka qilayotgan paytimda o'sha starshisi, ya'ni shef bo'g'ri undan yana bir marotaba so'radim. Haqiqatan 4,5 million oylik chiqadimi shu yoqda desam, aka, yaxshilab harakat qilsangiz bonus degan narsalarni keyinchalik bildim. 3 kun ishlaganimga ham pul to'lanishini bildim, u оформление bo'lganimdan keyin. Lekin ofisga borganimda sirk, ya'ni Urda tarafda joylashgan ABM Group degan shu yerga borganimda, u yerda mehnat shartnomasida shu oylik ko'rsatilmagani, soatiga 12 mingina yozilgani ko'rib qoldim. Yana shubhalanib sushefga, ya'ni ish boshqaruvchiga telefon qilganimda, aka, siz qo'l qo'yavering, aytilgan summa sizga beriladi dedi. Shundan keyin men o'qib chiqa olmadim, o'qishga vaqtim bo'lmadi. O'sha Adil Kadirdek qiz tezroq qo'l qo'ying dedi, qo'ydim. Shuni bilan aytmoqchimanki, boshidan sharlatanli alomatlari bo'lganini o'sha ishda sezganim, ya'ni 8 kunga 168 ming so'm sentyabr oyiga, oktyabr oyiga aytilgan summadan ko'ra 2 barobar kam chiqqani, uni ustiga oktyabr oyini oxirroqlarida, ya'ni 25-26 oylardan boshqa tochkaga chiqib, yo'da yana 500 ming pul olishim bo'lganini menga administrator aytdi. Menejer ham aytdi, sizga salkam 4,5 million oylik chiqadi deb. Shu bilan pullarimni topa olmay
amalda 2-3 hissa kam oylik chiqqandan keyin men qidirishni boshladim, murojaat qilishni boshladim va hech naf chiqmagandan keyin shu ishlagan joyimdagi menejer inson aka bilmadim nima bo'layotgan, shuncha oylik chiqishi kerakligini, Taras Shevchenkadagi administrator shuncha oylik chiqishi kerakligini tishimga qo'yib berib ishlab yurdim. Va xullas yana boshqa tochkaga o'tkazishdi. Taras Shevchenkada 77 ming oylik chiqqani, undan oldin 750 ming chiqqani, judayam aytilgan summadan 3-4 barobar kam summa chiqqanidan keyin menga susheflar yaqinda hal bo'ladi, buxgalteriyaga bordim, shu menejer shunaqa yozdi deb bu yoqdan bu yoqqa meni rosa sarson qilishdi. Undan tashqari oyligimni qidirib talab qilaverganimdan keyin menga IT Park Bonada tuhmat bo'ldi menejer orqali. Ya'ni kola energetik ichgan bo'lsam charchab kelib ishdan. Chunki ish juda ham yetarli, ortig'idan ham ko'p, 8 soatda ham raskladka, ham uborka, ham ish, ham bozor, ham boshqa narsa, ham taom tayyorlaymiz, o'ziga yarasha yetarli. Ya'ni aytmoqchimanki, meni mehnatimni umuman мой труд начали обесценивать, qadrsizlantirib tashlashni boshlashdi. Puldan darak bo'lmadi. Mibdan yana menga xat keluvdi, alimenting to'lanmadi deb vaqtida. Keyin shu menejer meni asossiz 28 kunga ishdan hech qanaqa moddiy ta'minotsiz chetlashtirgani, shunaqa holat bo'lgani, ofisga chaqiriltirgani, ya'ni juda ham ko'p sarson bo'lib, aytilgan summadan 2-3 hissa kam to'langani, bu joyda huquqbuzarlik menga nisbatan bo'lgani va iloji bo'lmay portal prokuraturaga murojaat qilganimdan keyin shu zahoti menga nisbatan huquqbuzarlik qilgan menejerlarni darhol boshqa tochkalarga o'tkazib, men bilan yurist va regionalniy menejer aloqaga chiqqani, yakoba menga ular kompensatsiya предлагать qilgani, ya'ni konkretno предлагать qilmagani, ish oxir-oqibat sudga chiqqani, meni bu yerda bo'lgan xatoyim ofisda sudga prokuratura va portalga murojaat qilganimni bularga xabar bermaganim bahonasida Toshkent shahar Mirobod sudining sudyasi Hayitova Adiba G'ofurovna men keltirgan ovozli yozilgan tasmalarni, qog'ozli hujjatlarni biron bittasini inobatga olmagani va javobgar tomoniga yon bosgani, g'ayriqonuniy qaror chiqarganidan noroziligimni aytmoqchiman, muhtaram prezident. Shunga menga yordam bersangiz, sal kechroq murojaat qilaman. 15-da, ya'ni indinga Toshkent shahar sudida kassatsiya instansiyasi ishni ko'rib chiqish, ya'ni men qayta ariza berganim, qarorga norozi bo'lganim, hech qaysi dalil isbotsiz meni ayblashgani va sudya hech qanaqa dalil isbotsiz ularga bitta gapiga ishonganidan noroziligimni bildirmoqchiman. Muhtaram sudya, va ayni paytda na moddiy, na boshqa imkoniyatim yo'qligi advokatga, yuristga shu borada menga yordam berishingizni sidqidildan so'rardim. Iltimos sizdan, muhtaram prezident. Kontaktlarimni, ya'ni telefon raqamim yoki telegramimni shu videoni tagida qoldiraman. Sizga ishonaman. Barcha aytgan so'zlaringizga adolat, hamisha adolat deganingizga shu adolat qaror topishini xohlardim. Oldindan katta rahmat sizga. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha sizni qo'llab-quvvatlab yuraylik. Salomat bo'ling, muhtaram prezident.